Zominliklarga nima bo'lyapti? Kecha ham to'g'ri topdi. Zomindan akalarimiz kelgan tog'dan. Mana shu qarang baliq. Shuni olib turib qo'yasiz. Kilogrammini shu tavakkal bir marta bitta odam aytadi. Bittami? Hisob. Yo'q. Bitta odam aytadi. Ha, bitta odam aytadi. Shu hisob. Nechi kilo? Kilo 150. Ha? Kilo 150. Kilo hisob qilinmaydi. 2 kilo 150 ga. Az to'xta, azir yo'q. Yo'q, 15 razmeri o'ynaydimi, o'ynamaydi? Yo'q, masalan 2 kilo 200 bo'lsa hisobga olinmaydi. 2 kilo 160 170 bo'lsa hisobga olinmaydi. 2 kilo 150 ga. Ha. Bo'ldimi? Shuna qotdingizda qo'ying mana. Zominliklarga nima bo'lyapti? Kecha ham to'g'ri topdi. Zominliklar topadilar. 2 kilo 150 da. Qo'shni mana 2 kilo 150. Bunaqasi bo'lmagan mana qarang. Yana bir ishtirokchimiz yana Zomindanda. Mana aka o'yin halolmikan? Halol, halol. Bu baliq aka kilosini topganingiz uchun mutlaq bepul Bosim bobo baliqdan. Siz bemalol kelib turib omadingizni sinab ko'ravering.